Dangasalikning orqasidagi manfaatni ko'rib olish kerak birinchi. Nima bizda manfaat bor? Dam olishni yoqtiramizmi? Yoki ruhiy ko'tarilishni xohlaymizmi? Kimdir maqtashni xohlaymizmi? Yoki kimdir bizga gapirmasligini xohlaymizmi? Orqasida nima manfaat turibdi dangasalikning orqasida? Agar shu manfaatni topib olsak, bu dangasalikning orqasida quvonchmi, qayg'umi, qo'rquvmi, xavotirmi nima bor? O'shani orqasidagi manfaatni topib olsak, biz dangasalikdan tezroq qutulamiz. Ya'ni orqasida bizga berayotgan manfaatni boshqa manfaatga almashtirishimiz kerak. Ya'ni bizani maqsadimizga sari eltib olib boradigan manfaatga almashtirsak, demak o'sha narsaga tezroq harakat qiladi, miya bizani o'sha joyga olib boradi. Ruhiyat qachon passivlashsa, bizda kortizol gormoni ishlab chiqadi va bizni stressga, asabiylikka yoki hech nima qilmaslikka, dam olishga chorlaydi. Ruhiyatni qachon biz ko'tarsak, kortizol gormon pastga tushadi va bizga tanamizga kerakli energiyani chiqarib beradi. Qachonki bizning ruhiyatimiz baland bo'lsa, qo'rquv, xavotirlarimiz chekinadi, miya ya'ni ong yaxshiroq ishlashni boshlaydi. Ong yaxshi ishladimi, hujayralar yaxshi ishlayaptimi, neyron hujayralar ochilyaptimi, bizga ko'proq imkoniyat ko'rsatishni boshlaydi va bu imkoniyatlarni biz insaytlar orqali, ya'ni demak buni yo'lini tutsam bo'larkan, bu yo'lini tutsam bo'larkan degan o'y fikrlar bilan yo'l ko'rishni boshlaymiz. Qachonki bizda ruhiyatimiz passiv bo'lsa, qo'rquv, xavotirlarimiz yuqoriga ko'tariladi, kortizol ham yuqoriga ko'tariladi, ya'ni asabiylik, stresslik, muammolar kuchayib ketishi paydo bo'ladi va bizni qo'rquvlarimiz, xavotirlarimizga yarasha bizga yana ham ko'proq muammo kelib chiqadi. Lekin ruhiyatni ko'tarsangiz, siz magnitga aylanasiz. Orzu istak qilyapsizmi? Pul munosabatidami yoki umumiy o'sishdami, siz magnitga aylanasiz, xohlagan narsangizni ongiz tortishni boshlaydi, ya'ni imkoniyatlar eshigi ko'proq ochiladi. Shuning uchun albatta ruhiyatni ko'tarishga birinchi o'rinda qaratiladi. Ya'ni bizda stressni kamaytirib, ruhiyatni ko'tarsak, imkoniyatlar eshigini ko'proq ko'ra olamiz.